kirib to'kilgan onorlar mana. Xayrli kun, hurmatli bog'bon do'stlar. Bugun mana 17-avgustga keldik. Yozga ham sanoqli kunlar qoldi. Bahor keldi, yoz keldi. Mana kuzga ham kelyapmiz. Dehqonchilik, bog'dorchilikda chegaralanmagan vaqtlari buni aniq bir tochka verguli yo'q, chunki harakat qilaveramiz. Hurmatli o'rtoqlar, onorlar hozir ko'sagi, o'sha hali ko'sak qurtiga o'xshagan olmani ham o'sha mevasiga qurt tushadi. Shular haqida ko'rashamiz. Fungitsidlardan Entavantro. Bundan 10 gram, ya'ni 20 litrga 20 gram. Onorni bir yil bahordan beri yaxshigina harakat qilyapmiz. Natijalar bor. Hozir o'sha bahordan beri mana Entavantrodan 10 gramdan 20 gram. Verebro Agro fungitsidlik xususiyatiga ega o'simliklarni o'sishini boshqaruvchi modda. Ya'ni o'simlikning o'sishini boshqaradi. Ham fungitsid, ham o'sha mikrob nimalarni, bakteriyalarni o'ldiradi, zamburug'lar o'ldiradi hamda quvvat beradi. Bundan 10 litrga 15 gramdan, 20 litrga 30 gram. Potex bor mana. Bakni qoraytiradi. Hozirgi Verebro Agro ham bakni qoraytiradi, zo'r bo'ladi mana. Potex. O'simliklardan tayyorlangan suyuq organik modda. O'simlikdan tayyorlangan mana. Chet eldan qolishmaymiz bizni nimalarimiz, yerlarimiz, bog'larimiz, o'shanaqa nima yetishtirishsak bo'laveradi. Bundan ham qo'shib yubordim. Tak, 20 gram. 20 litr ko'p bu. Birinchi asosiy qahramon Entavantro, qurtga qarshi. Keyin bitta Silver mana, suyuqlik, sovun yoki shampunni suyug'iga o'xshagan narsa. Bu 5 gram qo'shib yuboramiz 10 litrga. 20 litrga 5 gram ham bo'laveradi. Bu nima qiladi? Yopishqoq-ku, o'sha sovunga o'xshagan narsa. Silver. Oppoq bo'ladi mana. 5 gramdan 10 gram qo'shib yubordim. Endi mana o'sha onorlarni bahordan beri profilaktika qilyapmiz. Apparatimizga shu mikroelementlarni quyib qo'ygandan keyin tursin bir 5 minut. 5 minut tursin. Kitobda o'qib beraman. Ungacha bu nima bo'lib turadi. Keyin oxirida yana qolgan 10 litrni qo'shib nima qilaveramiz. Entavantro nima xabar ko'rsatadi? Indoxacarb 30% ko'sak qurtiga qarshi samarali vosita. Indoxacarb degani bular o'sha natriy orqali ta'sir qiladi, o'sha hasharotning miyasini yetib borgandan keyin o'sha sistemik kontashni yetib borgandan keyin falash qiladi. Nima qilgan bilmay qo'l oyog'i ishlamay qoladi o'sha hasharot. Ayniqsa o'sha nimani qurtini. Nimaga ko'sak qurtiga degan, o'sha ko'sak qurti juda yomon rivojlangan. Mana shular hozir sekin-sekin mutatsiya bo'lib onorga o'tdi. Oxirgi 25 yil bo'ldiki, onorlarimizga kun bermayapti. Mana hozir yana orada ko'rsataman. Bu onorlarimga bahordan beri har 15 kunda regularniy standart hozir 6-7 ishlov berishimiz kuzatib turgan bo'lsalar, chunki mana Eronda boshqa mamlakatlar onori kelyapti, zo'r, chiroyli. Biz ham ozgina harakat qilib, shunga harakat qilyapmiz. Ta'sir etish xususiyati. Ushbu preparat g'o'da tunlama, ko'sak qurti, tut parvonasi, bargo o'ralari va olma mevaxo'rlariga, olma qurtiga qarshi samarali inseksid bo'lib, bu bir vaqtning o'zida zarar ko'randalarning barcha yoshdagi qurtlarga qarshi samarali ta'sir etadi. Preparat zarar ko'randalarga turi, atrof muhit, shart-sharoitiga va sarf me'yoriga bog'liq holda 10-14 kunga ta'sir kuchini saqlab qoladi. Preparatning ilk samarasi preparat qo'llanilganda 4-7 kunda bilinar ekan. So'rasa maslahat berishni yaxshi ko'raman, so'ramasa o'rgatib bo'lmaydi. Yaxshigina onordor bor bir joyda. Parvo qilmadi. Ana hozir to'xtamay to'kilyapti. Harigidan yomon deydi. Menikida to'kilgan yo'q. Bu natijalar, ilohim, shu natijalar qilgan mehnatimizga yarasha o'sha sharmanda qilmasin, mana ko'rib boryapmiz. Mana onorlar, hosildorligi ham zo'r. Bahordan boshlab har 10 kun 15 kunda vitaminlar beryapmiz. Mana bu yerda potex barkini qoraytiradi. Barkiga quvvat beradi. Har qanday daraxtning barki zo'r sog'lom bo'lsa, mevasimi, gulimi zo'r bo'laveradi. Barki sog'lom bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Va silver, yana qaytarib aytaman, sovunga o'xshagan narsa hozir septik yopishtirib qo'yadi. Yopishib qoladi, zo'r ta'sir qiladi. Va o'sha ko'sak qurti
Mana hozir mana shuning ichida qurtlar bo'lsa ham bo'lmasa ham kontashniy sistemli bo'lib turib haligi mana uni tanasi so'rib oladi. 4 kundan keyin natija boshlanadi. O'sha qurt ichida bo'lsa o'ladi va o'rnida o'sha mayizga o'xshab qatib qoladi. Bizga o'sha kuzda yoki bo'lmasam hozir zo'r turgani bilan u onorni uzib qo'ygandan keyin chirib ketyapti. Juda ham bu yomon odamni hafsalasini pir qiladi. Qanchadan qancha dehqonlar olmalar, onorlar uzib qo'yib qo'yadi korobkaga. Shunday qishda ochganda chirib yotibdi. Shunga qarshi mana bu yil bahordan boshlab qattiq kurashyapmiz. Zerebra Agro ham zamburug'larni o'ldiradi, ham barkini qoraytiradi. Barki zo'r bo'lgandan keyin mana plus shirani ham o'ldiradi haligi nimamiz. Hozirgi o'sha fungisidlarimiz mana. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, kuzatib borasizlar. Hozirgi o'sha preparatlarimiz O'zbekistonimizda, o'zimizda sharoitga, issig'imizga, salqinimizga mo'ljallab chiqarilyapti. Natija bor. O'zim mana o'zimning xonadonimda o'sha lejni onorni dadalikka, otalikka olganman. Hozircha mana mevalari yaxshi turibdi. Yana orada hozir o'sha umuman sepilmagan onorni ko'rsataman. Chirib to'kilyapti hozirda. Kanalni kuzatib borasizlar, yana kamchiliklarni gaplashamiz. Sal balki o'sha stress bo'ldi, havo isib ketgan, lekin nimalar septik vitaminlarni mana yaxshi, shira yo'q. Keyin qog'ozladik va tepasiga setka qo'ydik mana. Optodan saqlagan. Bir dona to'kilgani yo'q hozircha. Mana to'kilgani yo'q. Tepilmagan bir marta ham mana to'kilyotibdi chirib. Mana. Bu juda ham yomon ofat. Mana qarang, onorimiz juda ham serhosil narsa bo'ladi mana. Chirib yotibdi. Mana to'kilyotibdi onorlar. Bahordan beri to'kilib, chirib yotibdi. Umuman onor qolmabdi, mevasi. Bitta ikkita qolibdi, bular ham to'kilyapti mana. Demak, bu yil haqiqatda juda yomon bo'libdi mana. Mana shu bitta qolibdi. Bu bir dona abrobotga qilinmagan. Silver shunaqa bir zo'r yangilik bo'ldi. Yomg'ir yog'sa, shudrin tushsa, daraxtlarning bargida yomg'ir tomchi tumalaq bo'lib turadi. Shu tumalaq bo'lmasdan o'zgar sotib oladi. Ya'ni barglarni yorug' joylari bo'lsa, shunga yopishib kirib ketishga yordam beradi. Yana plus shuni sepganimizdan keyin har qanday preparatga, vitamingami, ximiyaviy vositagami silverdan 10 litrga 3 gram yo 5 gram qo'shib sepsak, shuni yopishqoqligini oshiradi. Ya'ni samaradorligi yana ham oshadi. Har qanday preparatga aralashadi. Shu suyuqlik juda ham bir zo'r narsa bo'ldi. Bu yangilik oldi boshqa joyda bordi, bizga ham yetib keldi mana. Silver ta'sir etish xususiyati transiloksan akoksalit degani yopishqoqlik degani ekan, 100%. Kimyoviy vositalar bilan birga qo'llanilib, ularning bir yuzasiga, barg yuzasiga yopishuvchanligini va o'simlik tomonidan tez so'rilar ekan. Barg tez so'rib olar ekan, ta'minlaydi ekan. Shuningdek, yomg'ir yoqqanda yuvilib ketishini oldini oladi. Ushbu sirt faol modda qo'shib qo'llanilgan preparatlar barg yuzasida teng yoyilib, preparat ta'sir samaradorligining yuqori bo'lishiga samara beradi. Mana qaranglar, oddiy narsa. Bunda sal oldin bilmaganmiz. To'g'ri, oldin sovuqmi nimadir so'dami qo'shganmiz, lekin bu juda ham ayni muddao bo'ldi. Ya'ni kuzatib boringlar, kuzatuvimiz davom etadi. Zerebra Agro ham fungisid. Uni men ozgina qismini aytib beraman, xolos, qaranglar endi. O'simlik kasalliklarini oldini oladi. Ya'ni fungisid o'sha Zerebra Agro o'simlikning kasalligini oldini olar ekan. Bu juda bizning baxtimiz-ku. Mahsulot sifatini yaxshilaydi. Va o'sha mana uzumga sepsak, uzum sifatini oshiradi. Keyin bundaqa chang nimasi bor. Ularni ham nima qiladi. Keyin mana o'sha onorimizni qizilligiga rang beradi postiga. Hamda hosildorlikni oshirar ekan mana. Zerebra Agro. Ildiz tizimini kuchli rivojlantirar ekan mana Zerebra Agro. Oddiy narsa mana. 10 litrga 20 gram. 15 gram nima bo'pti? Juda ko'pchilik o'sha gram desa bachkana deb o'ylaydi, lekin mana natijalar. Mana hozir uzumlarimizni hamma narsani ko'rib chiqamiz.